Qadrli do'stlar, Elon Musk hurmati uchun Tesla Gamer kanaliga o'tib hammamiz kelinglar obuna bo'lamiz, videolariga like bosib chiqamiz va mendan salom aytamiz. Ссылка описаниеda. Qani endi o'sha mashhur youtuberlar qishlog'i yana qancha yurishim kerak? Barcha obunachilarga salom qolganlar esa mening ismim Derpin va men ham youtuberman va meni youtuberlar qishlog'iga taklif qilishgani yo'q. O'zim shunchaki surbetlarcha kelyapman. Aytishlaricha bu yerda Kompot, Dan, Uz va yana bir nechta youtuberlar yashashar ekan. Yana Alviz, xullas juda ham ko'p youtuberlar va nihoyat yetib keldim. Ha do'stlar, hozir bu yerlarda juda ham havo yaxshi, salqingina. Ha do'stlar, bu yerda avtobus kutamiz, yaxshi, qiziq. Birorta ham youtuber hozircha ko'rinmayapti umuman. Bu yana qanaqadir bino bor ekan. Kelinglar, ichkarilarini ko'ramiz. Yaxshisi merdan birdaniga ruxsat so'raganimiz ma'qul bo'ladi, chunki o'zimizdan o'zimiz kelib yashay olmaymiz. Yaxshisi biroz ko'rib chiqamiz. Bu yerda axlatxona, ba'zi bir okey bo'ldi. Hech kimni bugun haqorat qilmayman. Hozirroq merning oldiga kelishim kerak, lekin kelinglar bu tomonlarni ham ko'ramiz, chunki men bu yerda birinchi martaman. Faqat videolarda ko'rganman va men ham bu yerga mana ko'rib turganingizdek yetib keldim. Xo'sh. Hozir ichkariga kiramiz va so'raymiz. Ko'p emas, kam emas, 4 mingta obunachim bor, qabul qilishsa kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum, nima xizmat? Men ham youtuberman va shu yerda yashamoqchi edim. Yo'q. Aha, hozir ham videoga olyapman. Obunachilaringizga salom. Xo'sh, merga salom berib qo'yinglar kommentariyda. Ha, istagingizcha yashayvering. Xo'p, rahmat kattakon. Ajoyib do'stlar, ajoyib. Meni shunchaki ma'qullashdi. Bu kim bo'ldi? Jitellar o'zi g'alati bo'lishardi. Ularni o'zlari boshlari bilan muammolari bor va biz mana bu ajoyib qishloqda endi yashaymiz. Menda pulim juda ham kam do'stlar va menda mana bunaqangi qilich bor. Xavotir olmanglar, hech kim bilan jang qilmoqchi emasman, hech kimni yaralamayman, urmayman. Shunchaki o'zimni himoya qilishga kim biladi, bu yerda balki youtuberlar aslida yomondir, xuddi menga o'xshab. Shuning uchun himoyalanamiz. Do'stlar, bu do'kon ekan, ajoyib. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ha do'stlar, zo'r gap yo'q, lekin qayoqqa yashasam ekan, menda bir tiyinam yo'q. Do'stlar, g'orlar. Buni qaranglar. G'or yonginamizda, bu ajoyib. Bu yerda ko'mir ham bor hatto. Bilasizlarmi, yomon emas. Bu yerda ham g'or bor. Stop, bu nima? Stop do'stlar. Olmos shunchalik kichkina g'orda. Agar ana bu yerda topsak ham tushunardim, lekin bu yerda stop, bu prank emasmi? Qani do'stlar, mana buni ustiga qo'yib ko'raylikchi. Menimcha hozir portlab ketsa kerak. Ha do'stlar. Na portladi, na birov paydo bo'ldi do'stlar. Menimcha buni hozirroq biz olishimiz kerak va menga kirka kerak bo'ladi. Hozirroq ana bu yerga daraxt uchun borib kelaman. Ustini yopib qo'yganim ham bir tomonda yaxshi bo'ldi. Hech kim topa olmaydi. Lekin shu vaqtgacha topishmagan, bundan keyin ham topish olmasdi. Ha do'stlar, menga nasib etgan ekan. Bu olmos ajoyib bo'ldi. Bu olmosga endi ovqat va bir haftalik biror joyda tunab qolsam bo'ladi. Agar bu yerda albatta mehmonxona bo'lsa, balki uy ham sotib olishim mumkin bo'lar, chunki bu bor yo'g'i 13-qishloq, unchalik ham uzoq emas, narxlar ham arzon bo'lsa kerak. Xo'sh, agar 66-qishloqda bo'lganimda jin ursin, u yerda bir 2-3 olmos olishardi, chunki yer juda ham uzoq markazdan qancha uzoq bo'lsa, shunchalik qimmat bo'ladi. Bu yer uncha ham uzoq emas, aytgandek raqamiga qarasangiz ham bilish mumkin. 13, bir ham emas, 2 ham emas, 13, ajoyib. Xo'sh do'stlar, bizda hozir verstak va 8 ta doska bor. Bulardan biz hozir kirka yasaymiz. Birinchi yog'ochli, keyin toshdan va keyingi g'orga tushamanda, ikkinchisiga ana bu yerga o'zimga temir qidira boshlayman. Kirka yasashimiz uchun, chunki kim bilmasa, kirkani faqatgina temirlisi bilan olmosni olish mumkin. Mana menda yog'ochli kirka bor va bu yerni yaxshi sindirmay qo'ya qolay, chunki bu yerda kirib chiqib yuribmiz. Mana bu yerni sindiraman. Bu yerda ko'mir ham bor, omadim keldi desak ham bo'ladi. Yaxshi do'stlar, 3 tasi yetadi hozircha va menda 2 ta yog'och ham ortib qoldi. Shu yerdan kirka yasab olamiz hozir. Va mana do'stlar, bizda endi ham toshli, ham yog'ochli kirka bor. Ajoyib do'stlar. Hozir bu yerdan temir topsak, undan ham zo'r bo'ladi. Birinchi navbatga ko'mirni olib olaman, chunki ichkariga tushib ketsam, ya'ni qanday yiqilib tushmayman, shunchaki chuqurga kirsam, topish uchun temir
Menga yorug'lik kerak bo'ladi. Unchalik yorug'lik emas. Endi qorong'idan biroz qo'rqaman. Shuning uchun ham menga kerak bo'ladi. Mashallalar hammasini olamiz. Ajoyib o'sar ko'mirlar, buni qaranglar. 13 ta ko'mir bo'ldi. Yana biroz bizga tosh ham kerak bo'ladi. 13 ta ko'mir menimcha yetsa kerak. 13-qishloq va 13 ta ko'mir. Va yana menda 3 ta doska va 10,000 so'm. Ajoyib. Ularni qo'ysak 13-qishloq. Menga hozirdan yoqib boryapti, chunki bu yerda olmos topdik. Shunchalik baland. Do'stlar, biroz adashib qoldim. Lekin mana bu rudalar yaxshiyamki yonib turadi. Mana bu hozir temir bizda 12 ta temir topdim. Lekin birozgina adashib qoldim. Yorug'likni ishlatishga umuman hojat yo'q, chunki rudalar yonib turibdi. Menga hammasi yaxshi ko'rinyapti. Unchalik qo'rqinchli ham emas ekan. G'orlar ajoyib ekan. Mana bu yerda ko'mir, adashmasam mana shu yerdan chiqish bo'lishi kerak. Bo'lmasa menda ortiqcha. Topildi do'stlar. Ajoyib. Endigina kirkamni tashlab, yog'ochlarni olib mashina yasamoqchi edim. Sekin hayajondan sirpanib tushyapman. Hoppa, bo'ldi. Ana endi ikkinchi g'orga o'tamiz va o'zimizga pechka yasaymiz. Pechkadan keyin esa albatta temir. Ajoyib. Hoppa, yaxshi. Bu yoqqa qo'yamiz. Ana endi 13 ta ko'mir va 16 ta temir. Endi esa mana buni olaylikchi do'stlar. Olmoscha ajoyib. Kelinglar, endi balki bu yerda yana bordir. Tekshirib ko'rishimiz kerak pastni. Menimcha yo'q. Agar bo'lsa ham, agar orqa tomonda bo'lsa, hozir sindirganimizda topamiz do'stlar, lekin omadimiz keldi. To'g'rimi? Menimcha omadimiz keldi. Kommentariyada yozib qolishingiz mumkin. Sizlarning ham mana shunday omadingiz kelgan va biror nima topib olgan voqeangizni menga juda ham qiziq bo'ladi o'qib chiqish. Xo'sh do'stlar, hozircha kun botgani yo'q. Qishloqda esa odamlar kam, hamma dam olib yotibdi. Buni qaranglar, u yerda bekat, hech kim yo'q. Bugun dam olish kuni, chunki yaxshi. Qiziq do'stlar, qiziq. Mana bunday qilib yopib qo'yamiz. Ehtimolga qarshi menga bir narsa qiziqki, nega birorta ham YouTuber ko'rinmayapti, men umuman tushunmayapman. Yoki ular mana bu yerda turib avtobus kutib ketib qolishi mumkin. Men kelgan vaqtim. Afsus. Mayli, yomonlik qilmaymiz. Menimcha ular ham dam olib yotgan bo'lsa kerak. Xo'sh. Tayyor bo'libdi. Ajoyib do'stlar, ajoyib. Ana endi biz o'zimizga kirka tayyorlaymiz. Mana 4 ta yog'och. Ana endi xo'sh, ana endi temir kirkamiz ham bor. Bizda 3 ta kirka bor. Yaxshi, zo'r bo'ldi. Mana olmos do'stlar. Endi buni hozir do'konga olib borib pulga almashtirishimiz mumkin. Keyin esa ovqat yoki boshpana olishim mumkin. Lekin qayerda almashtirsam bo'larkin bu do'kondan tashqari, chunki menga u yerdagi jitel biroz yoqmadi do'stlar. Qandaydir g'alati. Men seni topaman, shoshmay tur. Ko'ramiz. Jona bu yerdan. Bular gaplashib turishibdi, lekin gaplarni hali bilib turimiz kerak. Uzr janob. Nima? Men mana bu olmosni almashtirmoqchi edim. Pulga almashtirib bera olasizmi? Albatta almashtirib beraman, lekin faqat hozir emas. Lekin okey, qachon kelay? Kechroq keling. Xo'p, mayli, unda keta qolaman. Biz bu yerda bir muammo hal qilyapmiz. Bo'pti, omad. Bu olmosni qayerdan olding? Topib oldim. Qayerdan? G'ordan topdim. Qayerdan topardim? Meniki men qoldirgandim. Nima, qayerda qoldirganding? G'orda, ichkarida, eng pastda. Do'stlar, bizni qanday omadimiz kelganini bilmaydi ham. Buni men pastga tushib topganim yo'q. Qanday topganim ham sening ishing emas. Agar seniki bo'lsa, isboting bormi, Isbot. Bu baribir meniki bo'ladi, ko'rasan. Ko'rasan. Jonerson, jitel. Bunga nima qilgan o'zi? Tuhmat qilishingchi? Tuhmat ham emas. Bizni mulkimizni o'zlashtirib olmoqchi. Menikimish. Yo'q. Men unaqangi ilohlardan emasman. Berib qo'yadigan o'zimni haqqimni ko'rasan, hali yaqinlashsinchi olmoqsimga. Lekin baribir kech kelganda pulga almashtirib yuboramiz. Xo'sh, yoki rostdan ham yo'q do'stlar, bu yerda qoldirgan bo'lishi mumkin, chunki u eng pastdan olding dedi. Yopishmadi do'stlar, yopishmadi. Bilasizlarmi do'stlar, kelinglar bu yerlarni tozalaymiz va eng boshda shu yerda qolamiz. Olmosni esa biror biznesga tikamiz. Nima deysizlar?
Men hozircha olmosni almashtirmay turaman. Sizlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Biznesga tikaymi yoki o'zimga uymi, boshpanami yoki bilmasam biron joyga ishga o'tishga sarflaymi, nima deysizlar? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Menga juda ham qiziq bo'ladi fikringizni bilish. Mana shunday maslahatlashib ish qilsak, albatta zo'r bo'ladi va bu qishloqda biz ham o'z o'rnimizga ega bo'lamiz. Bizni har birimizni eslashadi bu yerda. Mana bu yerni olib tashlamang yaxshisi. Kirib chiqishga noqulay bo'ladi. E'tibor bermanglar bu yerda birinchi, ikkinchi kunga, chunki yana qachon video chiqishini bilmayman. Sizlar esa kommentariyada yozib qoldiringlar. Ungacha video kelasi safar chiqquncha shu yerda yashab turaman men. Axir bilishim kerak-ku fikringizni. Mana bularni hammasini sindiramiz. Ajoyib zo'r bo'ldi. Mana bularni ham olamiz. Ana endi kirib chiqish oson bo'ldi va mana bu yerlarni ham kelinglar almashtirib qo'yamiz. Toshni o'rniga boshqacha toshni qo'yamiz. Mana bunaqasini. Bulejnikni. Bo'ldi, zo'r bo'ldi endi. Stop. Noto'g'ri qo'yib yubordim bu yerlarga. Bunga bir qaranglar, pol ajoyib bo'ldi. Endi devorlar ham shunday bo'lsa yaxshi bo'lardi, lekin bu yerda yashashga qolmayapti. Do'stlar, bu yerga qaranglar. Qurollar yasash mumkin ekan. Ajoyib, lekin qurollar uchun menga ko'p narsalar kerak bo'ladi. Menda esa uncha narsa yo'q. Hozircha kelinglar, o'zimizga eshik yasaymiz va menga daraxt kerak. Daraxtni qayerdan olsam ekan? Daraxtni bilaman qayerdan olishni, do'stlar, aqldan ozganim yo'q, lekin qaysi rangda? Mana bunaqangi qorasidanmi yoki oq daraxtdanmi, oddiy daraxtdanmi? Kelinglar, biroz mana bunaqangi daraxtdan olamiz. Keyin esa menimcha oddiy daraxtdan qilganim yaxshi, lekin bunisidan ham olib qo'yish kerak. O'zimizga nima desam ekan, tayoqlarni yasashga. Ungacha shundoq oddiy daraxtdan yasab turaman, ya'ni eshikni. Bu qora daraxtlarni esa boshqa narsalarga ishlataman, chunki qoralar yaxshiroq ishlaydi oq daraxtdan ko'ra, ya'ni oqlardan ko'ra. Tushundi. Xo'sh do'stlar, birinchi navbatda eshik qurishimiz kerak, chunki tun bo'lganda mana bu ikkinchi g'ordan qo'shnilarimiz chiqib kelishi mumkin. Qo'shnilarimiz esa xudo biladi kimligini, balki zombilar, skeletlar, o'rgimchaklar. Menga esa bunaqangi qo'shnilarni tashrifi umuman kerak emas. Bu yerda bayram qilib. Xo'sh. Qani endi bizga do'stlar, qora eshikni ishlatmaymiz. Sandiq olamiz. Mana ana shunday. Bo'ldi, qora sandiqlar. Ajoyib. Buni ichiga mana bu endi menda turib qolsin qilich. Bular bu yoqqa, temir ham, olmos ham, yer, bulejnik, kirka kerak bo'ladi. Menga yana biroz ishim bor. Ovqat bu yoqqa bo'ldi. Olmosni ham olib oldik. Hech kim o'g'irlab keta olmaydi. Ayniqsa boyagi jitel, chunki sizlarni fikringizni o'qigunimcha olib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun ham ko'p pulni qishloqda saqlash umuman xavfsiz emas. Hozir esa oddiy daraxtni chopamiz. Mana shunisini to'g'ri boryapman ko'rganingizdek. Mana yaxshi, ajoyib. Bo'ldi. Ikkinchisi, endi uchinchisi. Xo'sh, ajoyib. To'rtinchisini ham olishimiz kerak bo'ladi hozir. Mana 4 va 5. Do'stlar, bolta yasasam bo'lar ekan. Axir temir ham bor, tosh ham mayli, boshqa safar yasab olaman. Lekin temirlarni ishlatmay turaman, chunki boshqa biror nimaga sarflashimiz mumkin. Yana kim biladi shaxtaga qachon tushaman, ya'ni boshqa rudalarni topish uchun. Shuning uchun ham hozircha tejab turamiz. Yana balki meni bu yerdan umuman haydab yuborishar. Shuning uchun ham bilmadim nima qilishni. Kelinglar. Shu yerga kirib olamiz kichkina g'orchamizga. Bu bizning uychamiz. Hozircha birinchi vaqtga mana do'stlar, qaniydi mana shu blokni olib bo'lsa, bu yerdagi eng boylardan biriga aylanardik. Mana bo'ldi. Bizda endi eshik bor, eshikni ochib yopamiz. Qolgan ikkita eshikni esa olib qo'yamiz. Balki birovga berib borarmiz, kerak bo'lib qolsa kimgadir. Ungacha esa sizlar bilan men Darkman bo'ldim. YouTuberlar qishlog'ida edim va xayr. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Albatta maslahatlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va kichkina Femin rasmini bosib Telegram kanalimga o'tib obuna bo'linglar. Tomosha uchun hammaga rahmat va kelasi safar ko'rishguncha.